chiqarib olmaydilar degan fikr bo'lganda, o'shancha chiqib bemalol shunaqa dedi mana degan. O'shaning uchun keyin himoyaga o'tilgan. Ya'ni suyansa bo'lish jarayoni o'rnak sifatida bor, lekin og'izdan chiqqan gaplar baholanmaydi-da. Bu tomoni bor ekanda, bu yog'ini juda muhim o'lchash kerak. Mana shu yozing joyi, chunki shu tini etilmasa boshqa. Men ham tushundim shu narsa, lekin ko'rayotgan boshqalarda shu joyi topa olmaydi-da. Men bolamni ko'pchilik og'iz himoya qilmaydi-da. Misol uchun, mana baribir o'sha 15 kunda bir uyga keladi baribir. Kelgan qizingiz keladi-ku. Qanaqasan tuzsiz, nima? Qanaqa joyda bir bunaqa qilgan, deb aytasiz. Mehringizni ko'rsatasiz. Bo'lmasa unda siz otamassiz siz. Yashab shunday. Mehringizni ko'rsatasiz. Lekin yoqib borganda bunaqa qilmagan deb tushuntirasiz. Lekin baribir o'zingiz bo'lasiz.